kim agar tirikchilik ro'zg'or niyatida ishga boradigan bo'lsa, shuni har bir qadami Xudoning yo'lida yurgandek bo'ladi degan. Mabodo shu ishi davomida o'lib qoladigan bo'lsa, shahidlik maqomini Xudo beradi degan. Chunki tarixda o'rgansangiz, birorta hunari yo'q, avliyo yo'q. Birorta hunari yo'q, payg'ambar yo'q. Qaysi avliyoning tarixini o'qing, hamma avliyoning hunari bor. Yo cho'pon, yo suvoqchi, yo temirchi, yo aktor, yo biznesmen va hokazo. Imom Azam avliyo va olim bo'lganlar, lekin juda katta tijoratchi bo'lganlar. Payg'ambar alayhisalom chorva bilan shug'ullanganlar va biznes bilan shug'ullanganlar. Qaysi kim aytadi, mana shuna bitta avliyo bor, hech qanaqangi hunari bo'lmagan, bunaqa avliyo yo'q. Nimaga?